Tibetler 2 Avgust günü dünyanın her qaysı ellərdə Tibet qəhrəmanı Pavo Lobka Rangzini hamda Tibetning Xitoy mustamlikasidan qutulish yo'lida qahramonlarcha qurbon bo'lgan tibetliklarni xotirlash murosimi elib bordi. Bu kuni Amerikaning New York shahridagi Devr maydonida o'tkazilgan faoliyatga minglagan tibetliklar qatnashgan bo'lib, Tibetlarning mustaqillik va erkinlik irodasini o'ttirg'a qo'ymoqda edi. Tibetlarning qahramonlik dastoni yangragan kuni Uyg'urlarning vijdon xitobimi tang taraldi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Rushan Abbas xonim va Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdullakim Idris apandilarmi murosimga qatnashib, Tibetlarning bu zo'r ko'lamli yig'ilishida Uyg'urlarning milliy irodasini namoyon qildi. Rushan xonim o'z nutqining muqaddimasini mundaq iboralar bilan boshladi. Pavo Lobka Rangzin and the sacrifice he made to stand against the Chinese Communist Party's brutalities. Pavo Lobka Rangzin nurg'un davlatlar e'tirof qilishni rad qilgan bir haqiqatni tushungan edi. U bo'lsa-mu dunyo zulmga sukut qilganda erkinlikni qo'g'dash mas'uliyati qahramonlarning zimmasiga yuklanadi. Lobka Rangzinning o'limining butun insoniyatni Tibet madaniyati, diniy va insoniy kimligiga qarshi sistemalik holda davom qilayotgan Xitoy kommunistlarining qirg'inchiligini e'tirof qilish va uningga o'rtaq qarshi turish tashabbusidan iborat ekanligini ta'kidlagan Rushan xonim so'zida yana munollarni tilga oldi. Bir Uyg'ur ayol bo'lish sifatim bilan Beijingning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarni Tibetlarga tatbiqlayotganligini, milliy kimlikni nobud qilish, diniy e'tiqodni jinoyatlashtirish, madaniyatlar asosini vayron qilish siyosatini yurgizayotganligini bilaman. Bu atalmish millatlar ittifoqligi emas, balki u boshqa bir nomda atalgan irqiy qirg'inchilikdir. Men uchun bu siyosiy masala emas, balki intayin chunqur, azobli bo'lgan bir insoniy masaladir. Almost 8 years ago, when the Chinese Communist Party disappeared, more than 1 Doktor Gulshan Abbasning faqat o'zining adisi bo'lganligi uchun 8 yil ilgari Xitoy kommunistlari tomonidan tutqun qilinib, erkinligidan mahrum bo'lganligini eskartgan Rushan xonim mundaq deydi. Men hadamni har bir minut sig'inaman. Qayg'u va ayblanish tuyg'usida azoblanaman. Shundaqdimi men so'zlashdan voz kechmayman. Chunki Beijing mening sukut qilishimni istaydi. Sukut zulmning yiqilg'isidir. Men ularga hargiz bu fursatni bermayman. And I will not give that to them because the Nazoratning boshqarish quroliga, assimilyatsiya va majburiy emgakning davlat siyosatiga aylanganligini ta'kidlagan Rushan xonim so'zida yana Xitoyning maqsadining nuqul siyosiy kontrol emas, balki dunyoviy hukmronlik ekanligini urg'ulab, agar dunyo Sharqiy Turkistondagi zulmga ko'z yumsa, erkinligi tahdidga duch kelayotgan hech bir kuch o'zini bexatar his qilolmaydi degan iboralarga o'rin berdi. Rushan xonim so'zining xotimasida Uyg'urlar bilan Tibetlarning hamkorligining Xitoy mustabid hokimiyatiga qarshi kurashda o'ynaydigan roliga yuqori baho berib, toki adolat g'olib kelguncha, toki hech kim dunyoning vijdonini qo'zg'atish uchun jinini qurbon qilishga majbur bo'lmaguncha, biz o'rtaq hikoyamizni so'zlashni qat'iy davomlashtirishimiz kerak degan keskin xitobini o'ttirib qo'ydi. your faith and your hope. Ular faoliyat esnasida Hollywoodning dangliq kino artisti, xalqaro Tibet harakatining raisi va erkinlik ko'rishining aktiv qo'llovchisi Richard Gary apandi bilan xotira suratlarga tushdi. Buningdan bir qancha kunlar ilgari ular Amerika Uyg'ur akademiyasining raisi doktor Rishad Abbas apandilar bilan birga Amerika Davlat ishlari ministrligida suhbatlarda bo'lgan va Amerikadagi Xitoyga qarshi namoyishlarga qatnashgan edi.